Assalomu alaykum. Qadrli qo'y ishqibozlari, qo'chqor ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana bugun kuniga 13-may 2026-yil yangi partiya qo'ylarimiz yetib keldi. Xudo xolasa zo'rlaridan, qurbonlik bop desangiz qurbonlik bopi, boqaman desangiz boqadigan qo'zilaridan. Nima deydi, sovliqlarida mana Xudo xolasa shu sariqlar, mana ular, mana qo'chqorlari yangi bir nima deydi, qo'y quvalaman deganlarga zo'rlaridan keldi. Mana buni qo'chqorlarni ko'ring aka. Opalar, akalar, shu qo'chqorlarni ko'ringlar. Ayiq polvon ikkita mana. Ikkita vobshe zo'ri. Xudo xolasa qo'ylarimiz yangi partiyalari. Mana bu yerda jun olinganlari. Bular oldingi partiyamiz, bir hafta. 2-3 kun oldingi, bir hafta desak yolg'on bo'lib qoladi. 2 kun oldingi qo'ylarimiz. 7-8 dona qoldi. Mana bular shu yangi partiyalar. Qo'ylarimizni, mana qo'zlarimizni bir 70% sovliq. Mana shular ham sovliq. Sariqlari ham. Xudo xolasa zo'r. Yeb ichishlari yaxshi. Endi yetib keldik, hozir beda berdik, bedasini yedi. Xudo xolasa qiziqqanlarga kelaverasizlar. Mana ena bolalaridan ham bor. Mana bunisi qo'zi, o'zi ham qo'zi, bolasi mana qo'chqor yonidagisi. Mana bunisi ena bola, deymi, bolasi sovliq, enasi 4-6 tishga o'tyapti. Mana bu yerda mana bunisini bolasi qo'chqor, mana enasi ham qashqa, bolasi ham qashqa. Mana bunisi egizak. Bu yoqda turibdi. Yonidagi kattasi bolasi mana qo'ydi o'zi 6 tishga o'tyapti. Endi ikkinchi bola. Buni qo'zi bunisi o'zi. Mana qo'chqorlarimiz bor. Qiziqqanlarga tanlab olishga 7 milliondan quyuq suyuq qilgan mana shu 6 tasini oldim degan odamga 6 million 700 ming so'mdan beraveramiz. Qo'chqorlar zo'r. Xudo xolasa bular qurbonlikka, naslga ketaveradigan. Mana bu sovliq qo'chqor aralash bu qo'ylarimizni quyuq suyug'iga deylik 3 million 300 ming so'mdan deylik. Xohlagan nima deydi, tanlab olishga kelishiladi. Mana ikkita qo'chqorni 8,5 million qilib beramiz. Bu ayiq polvon ikkitani. Bu ikkita ayiq polvonni 8,5 million qilib beramiz. Mana bu qolgan qo'zlarimizni shu ikkita qo'ralardagilarni 3 million 300 ming so'mdan optimaga tanlab olishga kelishamiz. 70% sovliq bulardi. O'sha sariqlarini tanlab olishga kelishamiz. Sariqlari sal balandroq narxi. Bo'ylari bular hozir taxminan 4 oy, 5 oy, oldi 6 oygacha borib qolgan qo'zilar. Mana ikkita qo'zimiz. Bular endi 7 oyga borib qolgan bo'lishi kerak. Mana bu yerda mana to'xlisi bor bitta qo'chqorni, mana sariq to'xlisi bor. Bular boqadigan, eti sal og'riqroq, lekin boqma. Bularda ham qiziqqan odamga 7,5 million so'm beraman. Qolgani hammasini qolgan mana ikkita qo'zlarni, ikkita qo'radagi. Bularda tanlab olishga kelishamiz, lekin optimiga 3 million 300 ming so'mdan. O kichkinasi ham bor qiziqqan odamga. Mana bu kichkina alohida bunga deylik 2 million 300 ming so'm berishsin. Dastlabkasi ichida, vodiy ichida. Ko'ringlar, qiziqinglar. Assortiment qo'ylarimiz. Mana bu yerda endi bularni 3 million so'mdan mana shu qo'raning ichida hammasini beraveramiz 3 million so'mdan. Qo'chqor bular. O bitta oq sovliq junlisi. Endi mana bu yerga bo'g'ozlarimiz ham keldi mana. Bular birinchi, ikkinchi tug'ishga bo'g'ozlar. Bularda ham 5 million so'mdan. Birinchi, ikkinchi tug'ish. Qaysidirlari qo'zi, qaysidirlari 2 tish, 4 tish bular. 2 dona qo'chqori bor. Ertaga kimdir so'rasa, video qilib berishimiz mumkin. Mana shu ro'parada turgan qo'chqor, orada oqi bor bitta. Shu ikkitasi qo'chqor, bu ikkalasini 9,5 million so'mga beraveramiz. Qurbonlikka so'raganlarga eti yaxshi. Mana semizroq qorasi. Oqi boqadiganroq, bunisi semizroq.
Mana bu yerda bor, mana bu yerda ikkita yomoni bor qo'zi. Bular kichkinalar mayli qo'ying. O sovliq turibdi. Endi buni yaqinroq kirmasak bo'lmaydi. Mana bunisi bo'g'oz. Bo'yi 85-90 orasida chiqadi. Mana bu yerda metroviy qo'yimiz bor. To'g'ri to'shnisini bilmaymiz, qancha chiqadi bo'yini, lekin 90 dan baland. Bu qisir. Mana bunisi bo'g'oz. Bunisi qisir. Unisi birinchi tug'ishga. Bunisi hali tug'magan ekan. Agar mabodo tuqqan bo'lsa ilgari ikkinchisi bo'ladi. Har holda o'tgan yilgi hisobda qo'shmay qolgan ekan. Hozir qisir holatida. Bu ikkalasini so'raganlarga 14 millionga beramiz. Demak, xolasa buni olsin 7 million, xolasa bunisini 7 millionga olsin. Unisi shu bir oy avvalda tug'adi. Bunisi qo'shqora qo'shib olasizlar. Qo'shib bersalar, qo'shib ko'ramiz, lekin bir kun yarim kunga. Mana shu holat. Bo'g'oz bo'lsangiz, bo'g'oz, qisir desangiz, qisirlar. Xullaski variant bor. Qiziqqanlarga. Qo'ylarimiz yaxshi. Xudo xolasa bir 70% bularda sovliqlar. Mana yerda qurbonlik boblar, nasl boblar. Manzilimiz o'sha Namangan viloyat To'raqo'rg'on tuman o'sha mashhur optimchilar, arzonchilar qishlog'i, Saroy qishlog'i. Telefon nomerlarimiz 94lik 505 05 42. Qiziqqanlar ustida terib tepasiga olamiz deganlarga kesalarning xohlaganlarining turlarida variant kelishtirib beramiz. Tanlab olishlaring mumkin, kelishaveramiz. Bularda nasib qilsa ertaga abetdan keyinga junini oldirib yuboramiz. Abetgacha agar kesalaring juni bilan olib ketasizlar. Abetdan keyinga jun oladiganlar aytib qo'ydik. Xudo xolasa kelaverasizlar. Junni olgandan keyin video qilib bersangiz ham, undan keyin ham video qilib beraveramiz. Hozir badani zo'r qo'yizlarimizni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha, xudo xolasa bu yerga kelib ko'rishlaring mumkin. Ko'rishguncha deymiz.